Jin ursin. Yaqinlashtirchi buni. Kamerani boshqa yiqitma, gamer. Qimmat narsa-ku. İç kiyimmi? İç kiyim deyishga o'rnyapsanmi? Salom, janob Deadpool uchun yetkazma. Bu yerga qo'l qo'ying, iltimos. Meni o'yinimda yomonlarni o'ldirganing uchun tanga berishadi. Odatda taomlarni aralashtirib yuborsangiz mana shu narsa sodir bo'ladi. Crazy. I'm crazy for... Men bunga loyiq emasman. Yo o'lasan, yo uchasan, to'nka. O'zing tanla. Qo'ysangizchi bolalar. Vertigo. Nima rostdan ham oyimchalardan boshqasiga pulimiz yetmadimi? Sayok. Domino. Ruhim turib ketdi-ku. Bu yerda nima qilyapsiz, X qizaloqlar? Ssenariyni o'qiganimizda bilgan bo'lardik. Deadpool, meni yaxshilab eshit. Mashq qilyapsanmi deyman? Seni mushaklaring, ya'ni yuqori qisming. Emcha ko'kraklaring juda ham zo'r ko'rinyapti. Tushunyapsanmi? Seni arzon yovuzlar ro'yxatidan Hamma nimani foydasi bor. tajribani. Salom hammaga, sizlarni Deadpool kanalida ko'rib turganimdan xursandman. Bugun biz Deadpoolning o'yinini o'ynaymiz. Eng qizig'i bu o'zbek tilida. Men birinchi marta ko'rganimda vahshiy hayron qoldim, chunki bu o'yinni o'zbek tilida anaqa perevod qilish qiyin o'zi, любой o'yinlarni. Lekin mana shunaqa kunlarga keldik. O'yinlarimiz o'yinlar o'zi anaqa o'zbek tilida. Bu vahshiy zo'r. Anaqa aytgancha, anaqaga perevod qilgan bolalarga men rahmat aytib qo'ymoqchi edim. Qo'limdan kelsa qanaqadir yordam beraman. Mayli, men kanalim unchalik topoviy emas. Lekin harakat qilaman shu topoviy qilishga. Mayli, anaqa kelsak bolalarga. Meni bilishimcha bular qanaqadir anaqa ekan. Nima deydi? Komanda kinolarni, seriallarni, anaqa multfilmlarni perevod qilib kelishgan hozirgacha, endi o'yinlarga o'tishibdi. Bu yaxshi level. Bu komandaning ismi Geek TV ekan. Geek TV studiyasi. Men yana bir marta aytaman, rahmatimni aytmoqchiman bularga. Pastda bularni anaqasini qo'yaman. Opsiyada ссылкасini saytlari uchun. Hozir Deadpooldan tashqari yana ikkita o'yin anaqada, tarjimada. Anaqasida, nima deydi? Harakatida. Ularni o'ynab ko'ramiz. Xo'sh, ovozga, grafikaga keladigan bo'lsak, hammasi joyida. Qanaqadir opa. To'g'risi men bu o'yinni yoshligimda o'ynaganman вообще. O'zi boshqatdan o'tib ko'rmoqchi edim, qarasam o'zbek tilida bor ekan, вообще zo'r. Ovozlarni kiramiz, ovozni yaxshi. Bu zo'r. Mayli, boshladik. Ana tavsif, bizning qahramonimiz dam olyapti, bemalol yuribdi va bekorchilik qilib yuribdi. To'satdan ssenarist paydo bo'ldi. Opa. Ko'ramiz. Veteran, давайте. Уж veteran. Deadpool, bu Logan. Xabaringni oldim. Oxirgi marta aytaman. Yo'q, qora qushda ucha olmaysan. Va boshqa bu haqida og'iz ochma. Salom Deadpool, bu Domino. Agar senga qiziq bo'lsa, menda buyurtma bor. Yaxshigina to'lashmoqchi. Shunday ekan o'ylab ko'r. Seni xabaring bo'yicha ilojim yo'q. Quloq sol. Bu faqat bir marta bo'ldi. Qisqasi menga qo'ng'iroq qil. Deadpool, bu Peter Della Penna, Haymun studiyasidan. Eslaysanmi, kecha meni avtoturargohda tutib olganingda nimagadir ahmoq deb chaqirding. Xullas, taklifingni ko'rib chiqdim. Bu nimaligini tushundim deb ayta olmayman. Ammo javob baribir yo'q. Super o'yin haqidagi bu taklifdan foydalanmaymiz degan qarorga keldik.
Nima? U yo'q dedimi? Bu biz haqimizda o'yin yaratish imkoniyati edi. Balki g'oyalarimizni rangli qalamchalarda yozib bekor qilgandirmiz. Alloh. Tinchlaning. U hali fikrini o'zgartiradi. Ha, to'g'ri, chunki Deadpool, bu Peter. Yodingdami? Haligi ahmoq bor-ku. Esingdami? Yo'q deb qo'ng'iroq qilgandim. O'zi shunaqa hazilkashman. Ha, albatta javobim ha. Bugun tongda sendan kelgan taklif jamoamizni juda ham hayratga soldi. Ajoyib, shunchaki ajoyib. Shunday ekan, qisqasi tabriklayman. Kel, o'yiningni yaratamiz. Ko'rdingizmi? O'zgacha fe'l-atvorimiz vaziyatni yana qutqardi. 5 tashla. 5 tashlash yo'q, biz boshdagi ovozlarmiz. Hozir top dasturchilarim ssenariy ustida ishlashyapti. U tayyor bo'lishi bilan senga yuboraman. Ssenariy? Ne? Tarjimani yaxshi qilishgan zo'r. Zo'r o'sha. Qiziq. Bu bema'nilik ssenariy? Qanchalik g'aroyib ekanligimni qandaydir landovur ssenarist yaxshi biladi demoqchimisiz? G'aroyib bo'lish ko'proq o'rgimchak odamga xos. Yo'g'i, o'sha gikni nimasi g'aroyib? O'sh g'ayritabiiy kuch, reflekslar, o'tkir sezgi qobiliyati, dohiyona aql idrok, har qanday tekislikka yopisha olish qobiliyati. Bilasanmi yana nima tekisliklarga yopisha oladi? Shilliq qurt. O'rgimchak odam. Ammo o'rgimchak odamni aql bovar qilmas regeneratsiya qobiliyati bormi? Yo'q, lekin menda bor. Agar qandaydir tentakni omadi kelib uni daydi o'qi menga tegib qolsa, bemalol g'alatiroq hujayralar regeneratsiyasi ko'rsatib qo'yadi. Yana katta farqimiz shundaki, biz juda ko'p odamlarni o'ldirganmiz. To'ppa-to'g'ri. Bu menimcha gap tugadi. Endi Biz chik. gapi bor ekan yana. Biling. Hoy, bu nima? Endi har bir qadamimni kuzatasizmi? Ammo bu o'yinda hali hech narsaga erishganim yo'q. Mayli, ko'raylikchi. Bu o'sha o'yinlardan bo'lar ekanda, ha? Kvartira bo'ylab aylanib chiq. Aha. Boshladik. Xo'sh, o'zingni yuvintirish qalay ketyapti? Yetar, bunday qilma. Jim o'tirsang otib tashlashimga to'g'ri kelmaydi. Deadpoolning xo'jaligi bilan o'ynash o'yini. Qiziq. Birinchi eshik ortida nima borligini ko'ramiz. Nimani o'zi? Arsenalni tekshirish. Bu qurollardan qurolim uyg'ondi. Shu haqida gapirgandim-da. Bu ajoyib o'yinchoqlarga bir qara. Bu qurollardan qurolim uyg'ondi. Qo'ya biling. Bilasanmi nima uchun internetni yaxshi ko'raman? Chunki u menga o'xshaydi. Behayo, ziddiyatli va o'zgaruvchanmi? Uyatsizlikka va ahmoqlikka to'lami? Ha va yana ha. Yeringni yorish haqida video. Sevimligim. Statusimni cho'llaganga qanday o'zgartirish mumkin? Ryandan yana bir do'stlik taklifi? U nima hali ham tushunmadimi? Statusimni o'lguday zerikib ketganga qanday o'zgartirish mumkin? Voshi. Kel, yaxshisi senga Deadpool komikslarini ko'rsataman. Aha. Nima bu? Bunday qilishga meni majburlama. Voy. Marel. Nega kayfiyating yo'q? Nega u bizni ko'rganida hayron bo'laveradi? Bu o'yinda uyat ko'rsatkichi bo'lganida, u to'lib qolgan bo'lardi. Voy bilan. Menimcha eshigini ochishdan oldin Dastxat qo'yilgan 98-yangi mutantlar komiksini qayerga qo'ydim? uylanib qo'lni aylanib chiqish kerak ekan. Maborgon dekoratsiya. Buni aniq yordamchi dizayner chizgan. Nima bu dekoratsiya? Biladi. Yani nima qiladi? O'sha gapmi? Yordamchi rassomni bo'shatish kerak. Tushunarli. Yani nimalar bor? Gitara.
Rekvizit yasaydigan yigitlar baribir menga qoyilmaqom gitara yasab berishmadi. Bu qaror qaranglar, bu o'yin o'zi zo'r. Bu yerda nima bor ekan? O'zi zo'r. Plus mana o'zbekchaga perevod qilingani вообще. Qornim och emas, ammo hamayli. Achib ham ketgandir bitta. Niqob yasayotganimda bu haqida o'ylamagan ekanman. Kerak emas. Voy, ple. Suv ishini qaranglar. Yopa. Ertalabga qo'ymoq hidini yoqtiraman. Bu g'alabani hidi. Yaxshi. Yana qayerda? Bu bombosh javonlarda nimadir bor deb o'ylaganding-a, Ovsar? Yo'q. Xo'p, mayli. Bu bizaga gapiryapti. Bu bilan. Nuka. Muzlatish ko'raylikchi. Voy, nechtagacha mumkin? Mas'ul. Mayli, давай yana bitta. Janurgir pivo yetar. Regeneratsiya tufayli baribir mast bo'la olmayman. Tushunarli. Rahmat. Yo'qish. Ajoyib. Kuller. O'chirib qo'yamiz. Qiziq, bu yerda nima bor ekan? Voy, bu zaserina bo'lib ketgan bu. Mana shunday. Bunisi endi boshqa gap. Voy, bilaman. Ancha hayotiyroq. Bo'pti. Buni o'zing xohlading. Hangiza? Qancha ko'p ter to'ksang, shuncha ko'p rohat olasan. Nifiga себе bu. Voy, bilaman. Gapiradim bu. Uni yana qaytib orqasiga tiqib qo'ydim. Ну, bu o'yin prikol. Просто mikrolarni o'ldiring. Mikroblarni o'ldiring ekan. Qani? Hozir 1 minut. Nahotki buni kimdir ko'rishni istaydi. Masalan, men xohlamasdim. O'ylab ko'ring, niqob nima uchun o'zi? Umid qilamanki, bu o'yinda komediya ortiga yashiringan hech qanday tragediya bo'lmaydi. Itni erkaladik. Telefon. Telefon qan? Aha. Ibragimov, ishlar qalay og'ayni? O'yinimni ovozlashtiryapmiz. Yordam qil, sen ovoz yozib berishing kerak. Gap shundaki, odamlarning aytishicha ovozimiz o'xshash ekan. Xursand bo'ldim, Deadpool. Quloq sol, yaxshiroq g'oya bor. Balki o'zingni YouTube kanalingni ocharsan. U yerga let's playlarni qo'yib borasan. Keyin Telegramga o'tamiz, yopiq kanal ochamiz. Nomini bilasanmi? Geek TV deb qo'yamiz. Yaxshi. Nima, eshitilishi zo'r, yozilishi ham oson. U juda qiziqib qoldi. Quloq sol, Deadpool. Qora bo'lyapti. Javob berishim kerak. O'yin bilan omad. Yaxshi. O'yin ichida reklama zo'r. Bo'pti, daf bo'l diyor. Bu yaxshi qilishdi. Bu yoqda nima ekan? Barmen to'xtab tur, bu uyni tekshirib olaylik. Nihoyat borib kimnidir haligi o'ldirging kelib qolsa uyg'otarsan. Bo'sa uxlash. Hozirgina g'alatiroq tush ko'rdik. Xuddi har bir harakatimizni boshqarayotgan kimdir bordek. Jinursin. Opa. Endi-chi? O'yinchi, divanga ketingni yukla-da, televizor tomosha qil. Balki nimadir bilib olarsan. Ko'ramiz bu hafta kimni haydashar ekan. Bu nuka. Deadpool! Ba'zilar uni qahramon deb hisoblaydi, ba'zilari yovuz deb.
Allaqachonlardir Deadpool Wade Wilson ismli yollama qotil bo'lgan. Wade'ni X quroli dasturi orqali tajriba o'tkazishgan. Natijada u qoyilmaqom regeneratsiya qobiliyatiga ega bo'lgan va miyasi bilan urushib qolgan. Endi Vaysaqi qotil butun olam bo'ylab omad va chimichangalarini izlab yuribdi. Zo'r ash. Chik. Gamer Biz haqimizda nimadir bilarmikan? O'yinni sotib olishdi axir. Biz bilan yaqinroq tanishish uchun. Bu erimagan bo'ldi. Internetdan foydalandik. Qolgan yana bitta qopti. Menimcha nima ekan? Kiyimlar. O'yinga umuman mehr berilmagan deb o'ylab qolyapman. Menimcha tugadi, ha? 13 bo'ldi. Mayli, eshik ochamiz. Balki eshikni ocharmiz. Hop. Ich kiyimmi? Ich kiyim deyishga o'rnyapsanmi? Salom, janob Deadpool hali- uchun yetkazma. Bu yerga qo'l qo'ying, iltimos. Xayrli kech, sizga yetkazma bor. Demak, u meniki. Yoink. Mato. Jenderson, o'zim ham o'ylagandim. So'zlar hamma yerda. Zerikarli. Biroz bo'lsa-da o'qish kerak. Mayli. Birinchi sahna. Zulmatli qorong'i tun. Deadpoolni media magnat Chance White'ni o'ldirish uchun yollashdi va u bla 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 bla. Buni kerak yo'q, to'g'rilash kerak. Rangli qalamchalar ajoyib. Nima Voy, uchun voy, o'sha voy. otini mani o'ldirmoqchimiz? Nima farqi bor? Men san'at asari yaratdim. Ko'rib qo'ying. Niyatimizni gamer tushunyapti deb o'ylamayman. Hoy o'yinchi, shunchaki davom et. Biz hayotingni o'zgartirib yuboramiz. Shovqin kerak. Nima? Buda, menimcha endi boshlandi. Kanalizatsiya, eskilik. Kimdir qanday qilib o'ynashni biladimi? Qo'llamalarni o'qimayman. O'qishni bilmaysan-da. Bilaman. Men faqat mobil o'yinlar o'ynayman. Yozuv chiqdi. Gamer, o'qi uni va Haymun aytgan barcha ishni bajar. Yozuv chiqdi. Ajoyib, sakrash tugmasi. Aha. Yengil Hoppa. zarbalar ketdi. Tushunarli. Kuchli zarbalar, tushunarli. Super skilllarimizni sinab ko'rish uchun laychalarni ko'paytirishni buyuraman. Hoy, yengil va kuchli zarbalarimizni aralashtirib bos. Nima bo'lishini ko'ramiz. Davay. Yaxshi. Bo'ldim? Tugmasini bosib ko'rganmisan. Dushmanlar teleport qilayotganimizda bizni ura olmaydi. Yo'q narsani urib ham bo'lmaydi. To'xtanglar, bu Zarbadan qochishdan-da yaxshiroq narsa bor. Javob zarbasi. Deadpoolda teleport bor edi. Adashdim. Mayli, tushundik, tugmalar nimadir qilar ekan. Davom etaylik. Kallangda nima bor? Siz 2 tonkadan tashqarimi? Bir quti iltimos. To'g'ri. Men pistoletni ishlatishni bilib oldim уже. Nima bu? Batut? Ba'zida aynan tayyorgarchilik odamni charchatadi. Batutmi? Albatta. Boing. Sakaydi. Banana. Boing. Wahoo. Boing. Banana. Wahoo. Boing. Banana bilan. Endi qaysi tomon? Yo'l ochilibdi. Ana endi ketdik. Hoy, tepadan qulash biz uchun og'riqli emas. Shunday ekan olg'a. Mayli. Hech narsani sezmayotgan yomon odam. Uni stealth bilan o'ldiramiz. Sekin urishin. Yoki tugmalarni bosib.
Hoppa. Meni o'yinimda yomonlarni o'ldirganing uchun tanga berishadi. Ha, ularni ajoyib upgrade'larga sarflash mumkin. Biz yana ham zo'rroq bo'lishimiz uchun. Biz shundoq ham zo'rmiz. Ha, ammo bu o'yinlarda progress deb ataladi. Usiz iloji yo'q. Hoy gamer, upgrade menyusini ochib, tangalar nimaga yetishini qarab ko'r. Rahmat. Hozir broyer pliklari. Aha, buni bu bizada bor. Men bilan sotib olishimiz kerak ekan keyinchalik. Aha. O'yinchi yaxshilanishi nima? Yaxshilanishlari. Ha, o'yinchi yaxshilanishlari. Anaqada mahoratni naviklari edi. Shunaqa tarjima qilishdi yaxshi. Mayli ketdik, tushunarli. Qanchalik ko'p yomon odamlarni o'ldirsak, shunchalik ko'p narsalarni kuchaytira olamiz. Men Deadpool'imning himoyasi va shifolanish qobiliyatini kuchaytirardim. Men bo'lsam Deadpool'imda achchiq taomlar yeyish qobiliyatini kuchaytirardim, ammo bu ilojsiz. Tepaga chiq va shiftga teshik och. Bam, o'tlovchi motorlar. Yangi vazifa tutinadi. Tepaga chiqishimiz kerak. Tangalarni terishimiz kerak, chunki mahorat kuchaytirishda kerak bo'ladi. Endi esa klassika. Sakrashni bosib, devor tomon siljib. Bu bilan devordan sakrash amalga oshiriladi. Tada! Bu kraskalar uchun rahmat. O'rningda bo'lganimda bir necha bor devorga sakrashni bosardim, balandroq ko'tarilish uchun. Hoppa. 2 marta sakrash tugmasini bos. Bu double jump deyiladi. Juniorson sizni fizika qonunlari. Tepaga chiqib olish uchun sakrash tugmasini bosib tur. Qoldik. Menimcha ichkariga kirishim kerak. Ketdik. Babax uchun qulay vaqt. Odatda taomlarni aralashtirib yuborsangiz mana shu narsa sodir bo'ladi. Ochig'ini aytaylik, bu yerda ishtonini yaxshilab bulg'ab qo'ygan yolg'iz o'zim emasman, to'g'rimi? Mana dushmanlar kelmoqda, ularni yo'q qil. Rahmat. Ehtiyot bo'ling, mehmonlarimiz bor. Voy. Og'ayna, bu men, Deadpool. Sen bilan maktabda birga o'qimaganmizmi? Ikkita shift. Ha, shift qiladi. Bu yerda nima bo'lyapti, Jinursan? Qo'riqchilar, uxlamasdan vazifangizni bajaring. Penthouse-imda bo'laman. Bu telba uyergacha borishiga yo'l qo'ymang. Demak, penthouse. Unda liftda ko'tarilish kerak. Lift qayerda bo'lishi mumkin? Nega bu yerdamiz o'zi? Aha, bizga boyvachcha ablahni o'ldirganimiz uchun pul berishadi. Media magnat Shens White'ni, uni mafiyaga aloqasi bor. Shaxsiy qo'shini ham bor. Bolalarni yig'latadi. Yomon ko'rib qolish oson bo'lgan klassik yovuz. Ya. O'zi nima qilayotgandik? Liftni izlayapmiz. Nima, balo uxlayapsanmi? Albatta yo'q. Shunchaki seni tekshirdim. Ha. Ya. Nima? To'liq jamadon. Ha, tushunarli. Ko'rib qo'y gravitatsiya. Oppa. Ha, baxmoqlarni. Diqqat, liftlarni bloklayapmiz. Ha, bloklayapmiz. Vazifasi menga ber, quloq sol. Boshiga paypoq kiyib olgan tentak. Uyimga bostirib kirishga hech kimning haqqi yo'q. Hali pushaymon bo'lasan. Liftlar o'chirilgan. O'ylab topdim. Kel chimichanga olamizda u pastga tushishini kutib turamiz. Nima deysan?
yoki butun binoning elektr tizimini o'chirish yo'lini topamiz. Shunda tizim qayta ishga tushadi-da, liftlar yana ishlab ketadi. To'g'ri. Menga bu yigit yoqyapti. Uni uzoqlashtirmagan ma'qul. Dispetcher xonasiga. Dispetcher xonasiga bor va elektr ta'minotini Otini! Otini! Tinchlan. Qizil qutiga o'q uz. Ko'rdingmi? Mana bu o'qlar. Ular menga kerak. Darvozani narigi tarafida. Aniq uxlamayapsanmi? Kimdir pastga tushib o'sha kallavarani o'tib tashlasin. Men kallavaram emasman, janob. uxlamayapman. Va omadli ekansan. Ko'pchilik odamlarni bundan naqd kallasiga Yaxshi, Bu bilan yaxshi. yaxshisi shifokorga ko'ringaning ma'qul. Voy. Quvvatlan. Biling. Yaxshi tarafi ham bor. Bir juft qo'lqopni uzoqroq ishlatasan. Aha. Yaxshi. Yaxshi. Bitta qoldi. Qo'y, balki aniqroq o'q uzishni boshlasang, o'qimiz tugab qolavermas. Uzr. Lechimni mazasini tatib ko'r. Patron yetarli. Endi ket. Bu kiyimlar yirtilib ketdimi? Ofigit. Esimda yo'q lekin o'ynaganman, lekin esimda yo'q uncha. Menga soundtrack kerak. Seriozmi? Ha, shunga o'xshash nimadir? Endi nima qilish mumkin? Bosib turibman, nimadir o'zgarmadi. Yo'ldan adashdik. Ne, granata. Men hali sotib olmagan ekanman. Aytgancha to'xtaylik. Bizda pul yetarli, lekin hamma sotib olishimiz mumkin ekan. Nima buni? Ayo, bu hali emas. Mana shuni olamiz. Umid qilamanki, ular o'qlangan. Ha? Da. Generatorlaringni qomatiga gap yo'q. Bu maxfiy kodmi? Yo, ishkal. Ishkal boshkal. Mayli uni. Ishkal bo'lishgan. Bu men o'ylagan narsami? Jackpot. Right. Qo'rqinchli. O'sha diftar ishlab ketgani aniq. Men juda aqlliman. Qaysi aqlli elektr tizimini o'chirib qo'ydi? O'sha yerga tushib, uni qayta yoqing. Kel, yana ham balandparvoz narsasini ko'ramiz. Qanchalik ko'p kombo bajarsang, shunchalik tez momentum to'playsan. Uning yordamida tryuklar qilish mumkin. Qurollarimizni kuchaytirsak, tryuklar ko'payib boradi. Kombo qanchalik qimmat bo'lsa, shunchalik ko'p ochko beriladi. Ular bilan upgrade sotib olish mumkin. Tushunarli? Tushunarli, ketdik. Nomim o'zimdan tezroq tanilmaganda hammasi og'riqsiz o'tardi. Bu uchun birortasini tirik qoldirish kerak edi. Bizga kattaroq qurollar. Yorqinoy. Aytgancha, men bombalarni qanaqasiga ishlash kerak? Shunchaki otib tashlang. Nima uchun uni mo'ljalga olmayapsiz? Chensi, yigitlarni urishma. Ular mo'ljalga yaxshi olishyapti. Shunchaki tuzalib ketyapman. Meni o'ta kuchli regeneratsiyam bor, bilib qo'y. Senga deyarli rahmim keldi. Bu tayyor. Menga kattaroq batareyka kerak. Suyakni ovozimi?
Endi qochamiz. Aytganda men kira ye tushunarli. Geni bo'lishi kerak ekan. Hozir ko'zim qamashib ketadi-yu. Qamashmadi. Konuşmadık. Öyle. Bizda yana patrollar yo'q ekan boshqa. Baribir bo'lmagani uchun ko'zlayapman. Bitta bor. Na. Raqsga tushamiz, quyoshim. Bilin. Havoda berilgan zarba, uni ko'rdingmi? Вообще. Trollar oldik. Endi liftga qarab yo'l olamiz. Yomon ko'radi. Ahmoqlar qayta quvvatlanishi. Boshingdagi o'qlar nechta bo'ldi o'zi? Ochiqlikni ko'proq yoqtiraman. Aha. Endi ketdik. Voy, bu yoqtirgan qo'shig'im-ku. Sen kuylay olmaysan. Crazy. I'm crazy for feeling so lonely. Ko'rdingmi, farishtadek kuylayapti. I'm crazy. Ay. I'm crazy for. Yetib keldik shekilli. Chiqishni bir yo'li bo'lishi kerak. O'yladi, bu o'yla. Nu Liftdan tepada. chiqishni kinolardagi uslubi. 3, 2, 1. Da. Otishimiz kerak, endi ketdik. Qani, qaysi tomonga borishimiz kerak? Penthouse-gacha qandaydir yetib olishim kerak axir. Hoy, sen oxirgi marta qachon nimadir sotib olding? Hozir bu uchun qulay vaqt. Yana o'ylab ko'r. Shunchaki eslatdim. Rahmat. Eslatma uchun rahmat. Biza pulimizni ko'rsak. Pul vahshiy itmas ekan. Mana tepaga chiqish kerak. Da, tepaga chiqish kerak. Yo'llar bor. Yo'lda hech narsa yo'q. Ivan tomondan. Hoppa. Yaxshi. Tut havo qo'yib yormaganmikin? Yo'q, albatta. Ketdik. Bos o'tish. Reja o'zgardi. Bu yerda penthouse-ga tez borish mumkin. Yur, ziyofat boshlanadi. Buni ketdik ziyofatga. Yangiliklar xonasiga kiritmang. TV studiya. Doim yaxshi reality show suratga ola olamiz deb hisoblaganman. Chance White'ni super kelishgan qotil o'ldiradi. Soat 11 da tomosha qiling. Senga shapaloq gramma jo'natmoqchiman. Bular tinchida. Yaxshi. Og'ir qurollarni oling. Bu ablahni to'xtating. Voy. Ayni kerak. Yaxshi. Sizga nima uchun to'layapman, ahmoqlar? O'ldiring. Uspeh qilmadim.
Yaxshi. Ay. Kasting uchun video yubormaganmiding? Bittasi axlat yuborgan ekan. Bom. O'qlar, buncha yaxshi. Yollanma qotildan qo'rqar ekanmanmi? Men televideniyada ishlayman. Senga gapirganimda menga qara. Endi qo'lga tushding deb. Na. Chaching. Mayli, kiraqol. Nahangimni qorni ochib turibdi. Shaxsiy nahangim. Uni boqaman. Tutun? Ammo endi qanchalik zo'rligimni ko'ra olmay qolishing mumkin. Qo'y qara, ular tepadan tushyapti. Qani. Ko'rib qo'y, gravitatsiya. Ya. Ulla. Bu başka bir gitti. Seni soysam, tanangdan qon chiqmaydimi? Shit. Hujumga tayyorlaning. Hujumga! O't och! Ko'rib qo'y. Bu yerdan tiriklay keta olmaysan. 999 ga 2 six qo'shib beramiz. Ya, bor. Yaxshi. Kirib ketishiga yo'l qo'ymang yoki o'ldim deyavering. Chiqaydi ham kerakmi? Почти. Фу. To'xtayman, drabavik bo'lish uchun 80 ming kerak ekan. Oo, nima ketdik? Olamda. Davom etamiz. Yaxshi. Opa. 999 ga 2 six qo'shib beramiz. O'ldimi? O'ldiring bu bolani. O'ldiring. U juda yaqin keldi. Chensi, qo'ysang-chi, ulardan ko'p narsani talab qilyapsan. Endi tushlik pullarini cho'z. Ko'rib qo'y, gravitatsiya. Ya. İkinci batta uçamadı. Ne? Ko'kragingga tekkan bo'lsa uzr. Tuxumingni ko'zlagandim. Bilin. Yaxshi, tarjima bo'lishi lekin. Meni o'qlarim, meniki. Ne? Ki? Ajoyib! O'qlar! Jinosa sevimli o'qim.
Uni qaytarib bera olasanmi? Uni shunchaki yo'qotma. Qo'lingizdan hech narsa kelmaydi. Tayinliroq odamlarni ishga qo'yaman. Oppa. Kirmasdan qo'lga oling. O'zingni zo'rman deb o'ylayapsanmi, Deadpool? Baloga ham arzimaysan. Meni xavfli do'stlarim bor. Ular seni g'ajib tashlashadi. Bizga tishing o'tmaydi. Kechirasan, u menga qarshi qo'yayotgan ishqalaringga qaraganda bunda zo'rlarni ham eplayman. Ko'rdingmi? Chiroyliroq bo'lishga tayyorlanib tur. Men buni efirga chiqaraman. Voy, boshiga tegmadi. No. Qara. Boshingdagi o'qlar nechta bo'ldi o'zi? Na. Hojatxonamga qilgan ishingga hali aniq javob berasan. Yo'q, qaytur. Voy, ovqat kerak bizga, ovqat kerak. O'tkaz, to'xtaylar. Voy, kalla boram. Tepaga chiqqaningda menga qahva olib ol. Seni kutaman. Oppa. Ko'kragingga tekkan bo'lsa uzr. Tuxumingni ko'zlagandim. Bu ko'krak emas, primoy boshga tegdi o'zi ham lekin. Yaxshi, endi ketdik. Qo'y. Baribir kaltak yey. Javob bering. Oltining yermi? Qaytaraman. Mushuk oldimi? Shiliq. Shiliqqa. Ana endi. Ishlatmoqchi emas edim. Ha, tushunarli. G ili J. J granata, G anaqa ko'zini anaqa qiladigan. Flashback. Tushunmadim. Ko'chaga sakrashimiz kerakmizlar? Xo'sh, endi qayerga? Faqat bitta yo'limiz bor. Yuqoriga. Oho. Voy, bu yerda uyim ko'rinyapti. Narsalarga tegish mumkinmi o'zi? Buni dasturchi bekordan bekorga qo'ymagan-ku. Albatta mumkin. Bo'lishi mumkin. Yaxshi. Yaxshi, yo. Ya. Endi bunga sakrashimiz kerak, shunaqami? Bunus. Ishlamaydi o'yladim lekin. Voy, jinursan. Kimdir yiqilib tushgandachi? Mayli. Biz tayyormiz. Ketdik. Sekin borib. Qani boshladik. Hayratga tushibsan. Voy. Hayratlandingmi? Mashshi hayratlandim. To'xtaylar. Endi olishim kim bo'lsa kerak? Drababik olamizmi? Eli. Halo. Ha. Tushunarli. Tushunarli. Hali pulimiz yetmaydi biz ham. Yana sal harakat qilishimiz kerak. Nima qildi bu? Mayli, bunaqasiga kiramiz. Bu men yaxshi maoshli tashkilot provokatori. Rahmat. Bu bizga kerak bo'ladi. Boshqa aytadigan gapim yo'q.
Menga e'tibor qilmang bolalar. O'ta qimmat o'qotar qushchani o'g'irlab ketmoqchiman xolos. Vertolyotni boshqar va ajoyib manyovr qil. Chiqayli ham kerakmi? Yaxshi. Vertolyotni qanaqa qilib boshqarishimiz kerak? Tushunmadim. Hozir ko'ramiz. Avvalo Ko'rib qo'y, aytasi. Uni o'lishini xohlayman. Nahang birni havoga ko'tarib, uni maydalab tashlang. yo'q biling. Jinnosan vertolyotni yoqishni o'rganib olishdi. Vertolyot atrofingda aylanib seni qirg'ichdan chiqarishiga qarab turasanmi? O'g'irlasang bo'ladi-ku. Mahoratimizga shubhang bormi? Hozir og'zing ochilib qoladi. Oppa. Uncha katta emas, to'g'rimi? Vertolyot qani? Kiritor o'g'irlar. O'qlar yovuz temir qush qarshi ishlamagan. Qurollarni vertolyotga tushib o'tmayapti, lekin qo'rqitib qo'ya oladi. Tushunarli. Ya. Voy. O'lish yo'q. Men bunga loyiq emasman. Uzr. Spet qilmadim. Ulayli. O'lishini xohlayman. Nahang birni havoga ko'tarib, uni maydalab tashlang. Jinnosan vertolyotni yoqishni o'rganib olishibdi. Vertolyot atrofingda aylanib seni qirg'ichdan chiqarishiga qarab turasanmi? O'g'irlasang bo'ladi-ku. Mahoratimizga shubhang bormi? Hozir og'zing ochilib qoladi. Qurollarni vertolyotga tushib o'tmayapti, lekin qo'rqitib qo'ya oladi. Nerede? Baribir bo'lmagani uchun ko'zlayapman. Yutarib qol. Bu qurollar rasvo. Lekin anavi tuzukroq. Ammo anavi bizda yo'q. U bizda hozircha yo'q. Bu bizda hozircha yo'q, lekin qanaqasiga olishimiz kerak? Bilmadim. Shu tepalikka chiqib olish kerak. Bu. Yo o'lasan, yo uchasan to'nka. O'zing tanla. Bu miniganni ishlatish uchun ikkita qo'l kerak. Kim aytdi? Men ko'p ishlarni bir qo'lda qilaman. O'nga bor, yangi shaxsiy uchuvchim. Otilmagan o'qlarim hali ko'p. Voy, qayla bo'lib ketdi-ku. Yana chaproq bor, bizga o'qizishyapti. O'ncha baland, o'ylarimni ham eshita olmayapman. Men ham shuni o'ylayapman. Nima? Orqa eshikni taqillatishyapti. Mayli, kela qolishsin. Voy. Butun kun shunday o'tsa edi. Nahangni uchiringlar. Nahang birni berib qo'ydik. Nahangga yo'q qiling uni. Ko'nglim negadir g'ash bo'lyapti. Stolni to'g'ri ushla. Yo'q, xudo, hatto men bundan yaxshiroq uchaman. Voy, bu juda yaxshi fikr.
Yo'q, shoshma. Ay, biz uchyapmiz. Biz ucha olmaymiz. Orzuga ayb yo'q. Orzuni aybi yo'q, lekin zarari bor. Ammo bilasanmi nimani foydasi bor? Tajribani. Hozir upgrade qilish uchun qulay vaqt. Shunday ekan, nimadir ol. Rahmat. Anaqa uchun tavsiya uchun oshiradi. Bu menda 23.000 bor ekan. 23.000 ga nima bo'lishi mumkin? Mablag' 25.000. Oho, aşağı ko'proq 75. Tugmasi bilan sovuq qurol almashtirish. Tushunarli. Aha. Mana penthouse. Yetib olishimizni bilardim. Xo'sh, sababchisi qayerda? Senyor Chensi Blanco. Sen yetib kela olmaydigan joyda. Vahimaxonam Deadpooldan to'liq himoyalangan. Suyakni ovozimi? Ko'rib qo'y gravitatsiya. Ay, buni ishlatmoqchi edim mayli. Senda regeneratsiya bormi? Voy, bu yerga ketmaymiz. Xursandchilik vaqti. Qani. Meni shaxsiy qo'riqchim bilan tanish. U sendan kattaroq va dahshatliroq. Vazifasi esa sendaqa tezak parchalarini nonushtaga yeyish. Nonushtaga tezak yeydimi shunga? Asbobini kattaligini qara. Ana qiz ham shunday deganda. Shu asbobni ko'tara olarmikimiz? Bilib olishni birgina yo'li bor. Voy, bildim. Tarjima boshlaylik. Qishloq yoqtirasanmi? Voy, bilaman. Unutma, seni raketalardan qochish uchun teleporting bor. Rahmat. Senga gapirganimda menga qara. No. Nima, qo'lingni ishlab turaymi? Voy, bilaman. Nima bu? Kimdir penthouse-ga chiqib, u notavonni o'ldirsin. Bu Rostalar Generation nima bu? Baribir ochiq tobutli dafn marosimi qilmoqchi emasding. Yana ikkitamiz. Voy, bizga dam kerak. Senga nima kerakligini bilmayman, paypoq kalla, lekin vahimaxonamga yetib kela olmaysan. Bu gapingni tekshirib ko'rish kerak. Qancha portlatgich kerak bo'lar ekan? Paypoq kalla. Bundan oshmasligi kerak. Nima? Gran Premini tushunmayman. Odam tushunadigan tilda ayt. Xo'sh, ko'raylikchi, 7 ni ko'paytirsak, oshla tupurdim, hammasini ishlatamiz. Voy. Aytgandim-ku, 600 gramm, lekin chakki bo'lmadi. Xo'sh, yetib bora olmas joying qalay ekan, eshak? Ehtiyot bo'l, bizga tiriklaring kerak. Qanchalik tirikligini aniqlashtirmagandik. Yaxshi. Sen kelmasan. Seni o'ylaganchalik emas. Afiki.
Prям batut qilishdik-ku. Ha, rosa qiziq bo'ldi. Ha, yomon bo'lmadi. Baribir qayta o'ynab chiqa olmaymiz-ku. Nega o'ynolmas ekanmiz? Bunisi endi boshqa gap. Peter, og'ayni, buni ko'rdingmi? Bundan zo'ri bo'lmaydi. Deadpool, toming ketganmi? Bu portlashlar va o'xshamagan effektlarga qancha pul ketganini bilasanmi? Xohlagan narsangni xohlaganingcha o'zgartira olmaysan. Ajoyib, Peter, seni pastdan so'rashyapti. Hoy eshaklar, meni shartnomam bilan qayoqqa ketyapsiz? Juda soz, u qochdi. Hozir ko'rsataman. O, tushunarli. Uni atayin ketkizib yubordik. Ha, quvlashmachoqsiz qiziq emas. Bunisi endi boshqa gap. Ortidan. Ha, ketdik. Bu, ayo, eshik ochilmas ekan. Bu qanaqa qildi? Eski 8 bitlik o'yinlarni sevaman. Ha, biz ham. Ammo bu o'yin eski emas. Yoki 8 bitlik to'nka. Janob Deadpool, bizda pul tugadi. Ana o'tirib qolgan suyakni qara. Natijasi mana. 999 ga 2 six qo'shib beramiz. Na. Keyin hech kim qolmadi. Bu nimasi? Na. Bu nimasi? Endi-chi? Ayo, ichiga sakrab olmas ekan buni. Mana shu orqaga. Rangni yaxshi uyg'unlashtirishibdi. O, havoda berilgan zarba. Uni ko'rdingmi? Qaynoq. Mana shunday mushaklarni ishlat. Nima Allo. Peter, salom. O'yinimda yuruvdim va kutilmaganda bir narsa onasinikiga kirib ketganini sezib qoldim. Pul haqida ogohlantirgandim, Deadpool. O'zing pullarni havoga sochma. Shoshma. Pul? Qanaqa pul? Ha, shunaqa pul. Nima, o'yinga pul ketishini bilmasmiding? Peter, azizim, bo'g'irsog'im, yodingda bo'lsin. O'yinimni e'lon qilganimizda uni saytimda 2 kunning o'zida 15 millionta odam ko'rdi. 1 million 1, 1 million 2. Pul bo'lmasa to'g'ri. Arkoyd, Qoching! Uni ushlab turaman. to'xtatma. Kim? Arzon yovuzlar. maroderlarni quvla. Ha, Tasodifiy to'qnashuvga uchradik shekilli. Mr. Pul qopida nima istashyapti o'zi? Nima farqi bor? Bizni o'ljamiz ularda. O'lja bo'lmasa, pul ham yo'q. Boshingdagi o'qlar nechta bo'ldi o'zi? Na. Ha. Yaxshi. Opa. Tamam. Hali teleport qila olmayman. Yana ko'rchi? Yana ko'rchi. Bu bilan yaxshisi shifokorga ko'ringaning ma'qul. Na. Hu.
Hoppa. Bu ikkita da просто bilan ninja qanaqadir. Xotirjamlikda yurayapsan. Ko'rib qo'y, gravitatsiya. To'xtanglar. Ko'rishmaganmizmi? Olindi. Davom etamiz. Fu. Tugadi deb o'ylayman bularni. Bu tugamasa ham yaxshi bir taraf. Ilova. Chef. Vaqtida to'xtolmaysan xolos. Tushunmadim. Ha, Yuqoriga chiqish kerak edi. bu yo'dan, yo'q, bu yo'dan emas. Yuqoriga. Ha, Oxirgi sharni tushiramiz. Tushunarli. U tepamizda. U to'xtamaydi. Bosqinchi eding-ku. G'ururing qayerda qoldi? Bu bilan shug'ullan. Nima bu? Yo'q bu. Mana senga orqam. Ko'rib qo'y, gravitatsiya. Bu kuchli zarbaga dosh bera oladi. Ko'kragingga tekkan bo'lsa o'zi tuxumingni ko'zlagandim. Seni tug'ilgan kunimga umuman taklif qilmayman endi. Da. Bo'lgan kun atmay. Ketdik. Cambio de yo'q. Bizda granata y wo. Patron to'la. Sinistrgacha yetib borishga yordam bermasang, miyasidan yeydigan sen bo'lasan. Erkak bollatta. Sen yana kim bo'lding? Na. Seni ikkiga bo'laman. Давай. Hatto o'ylama. Kuchni yomon ko'raman. Tezroq ishla. Qonsiz qolasan. Seni so'ysam, tanangdan qon chiqmaydimi? Ya, tugat. Endi tugat. Hoy, Arkay. Ko'rinishing zo'r jonidan. Mashq qilyapsanmi deyman? Seni mushaklaring, ya'ni yuqori qisming. Hemcha ko'kraklaring juda ham zo'r ko'rinyapti. Tushunyapsanmi? Seni arzon yovuzlar ro'yxatidan chiqaraman. O'ldiring bu voysaqini. Mayli, xotin odam, ko'kraklaring haqida keyin gaplashamiz. Voy. Qo'lingdan yaxshiroq ham keladi.
Chiqaydan ki. Bu yoqqa ahmoqlar. Yaxshi. Ulardan foyda yo'q. Zo'r. Qalay, nima o'tib ekanmi? Uncha katta emas, to'g'rimi? Foydasiz. Ko'rib qo'y, gravitatsiya. Yaxshi. Nima qilyapsiz? O'ldiring uni. Yaxshi pastga tushib ketib qoldi. No. Hayot o'yinida Men egalim. Yaxshi gapirtirdik. Nima bo'ldi? Bitta xotinni Nimada demoqchi edi? Nima? Seni o'ldiraman. Lechimni mazasini tatib ko'r. Qizlarni urma. Ayniqsa seni o'ldirishi mumkin bo'lganlarni. Voy. Nima bolakay? Tishlab olmayman. Davay. Qochamiz. Yo'q oldik. Olindi. Davom etamiz. Meni yenga olmaysan, Deadpool. Patron qoladi. Seni o'ldiraman. Ay. Bu bilan yaxshisi shifokorga ko'ringaningman. Nima? Почти. Ana, почти alıyordu da bizi. Voy, chalg'ima, xo'pmi? Voy. Bir marta o'ldirmoq. Voy, ushladi. O'lish yo'q. Voy bilan. Men egalim. Shu qismni o'zi 2 marta bizani tinchitdi. Yaxshi chiqyapti. Ayollarga yoqmasligini zo'r qilyapsan. Havoda berilgan zarba. Uni ko'rdingmi? Bu granatdan qo'yda so'ragan bu. Nima ushladi? Voy bilan. Bizni to'xtatolmaysan. O'zingni osma. Va omadli ekansan. Ko'pchilik odamlarni bundan naqd kalla kutishni yomon ko'raman. Seni o'ldiraman. Ahmoqona teleport qayta quvvatlanishi. Qilichimni mazasini tatib ko'r. Na. Ko'rib qo'y, gravitatsiya. O'zingcha aqllimisan? Zo'rmisan? Qudrati bor yagona odam sen emassan. Qoyilmaqom-ku, ha? Nima qildingmi? Nima bo'ldi? Bitta xotinni yiqitib
oxiri bormi? O'zingni osmondagi oyman deb olyapsanmi? Bekorlarni aytibsan. Oy, El Clasico'ni o'tkazib olmayapsanmi? Qo'rqmaydan chiqadimi? Давай. Nega urishyapti? Tishlab olmayman. Zo'rlagan opa. Qilolmayman. Bo'pchi. Ay. Meni yenga olmaysan-da. Qalay, tig'im o'ch kerak ekanmi? Seryo'zmi? Qoch. Hobini ostida yig'layapsanmi? Yo'q, teleport qila olmayman. Seni o'rga Yo'q, teleport qila olmayman. Bu ekanmi? sen suvaytni tutolmaysan. Tezroq o'yla. Archie White. Ol quvvatlan. Chiqayli. Bu qo'rni oxiri bormi? Mana senga. Na. To'xtamaydi. Bizni to'xtatolmaysan. Xitoydan chiqadimi? To'g'ri, Xitoydan chiqadi. Zarba. Voy, блин. Qochamiz. Nokautga tayyorsan. Voy, блин. Valdirashni bas qil itvachcha. Zo'r opa. Seni so'ysam, tanangdan qon chiqmaydimi? Ha. Bu qo'rni oxiri bormi? Qizlarni urma. Ayniqsa seni o'ldirishim mumkin bo'lganlarni. 999 ga 2 qo'ydi. Qo'r Xitoydan chiqadimi? Hali ushladim. Ko'rib qo'y gravitatsiya. Давай. Endi davom etamiz. Pistolet ishlatamiz. Mana senga. Eli. Ko'rib qo'y gravitatsiya. Bunga. Qo'ysang yonidan. Hali yarashmasak bo'ladi. Sen jirkaysan. Opa. Bu qo'pku bu. Hoy, ko'kragoy, shunaqa niyating borligini bilganimda boshqasini berardim. Qo'shingchi. Afigit. Hoy, mayli, birpas osilib tura qolaman. Yo'q, bemalol, xudoyim, qanaqa geymersan o'zi? Yo'q, hamma joyda. Voy, qitig'im kelyapti. Ozgina qoldi. Boshqa bunaqa qilma, xo'pmi? Hoy. Kanalizatsiyada bo'lmasin, hayvon. Ya bu nimaga prinsipda mablag' bizdan pastga tashladi? Uzun qolibdi. Ey. Afigit. Markit. Qo'ysangizchi bolalar. Vertigo? Nima rostdan ham oyimchalardan boshqasiga pulimiz yetmadimi? Vertigo. Boshim aylanib ketyapti. Hamma video o'yinlarda shu. O'chib qolgan uskuna. Endi nima qilaman? Onajon, yoqishni qandaydir yo'li bo'lishi kerak. Bir-biriga yaqin joylashgan ikkita quvvat dastagidir. Da, bu meni o'ylagan narsam aytdi, lekin xuddi boshqa o'yinlarda ham shunaqa rostdan. Nimadir o'chib qoladi, sir elektrlik qilishimiz kerak. Ko'rdingmi?
Mana bu o'qlar. Ular menga kerak. Hozir so'raman. Birinchisi Ro'sam. salom. Lechini mazasini tatib ko'r. Ye. O'zimni yomon his qilyapman. Basharangni ko'rganmisan? Pastga tushib ketdim. Endi bunisi. Voy, seriyoz. Damlaqsamni. Voy, qornim og'riyapti. Ikkinchisi. Na. Bu yana qanaqa maxluqlar bo'ldi? Ammo ikkimizdan birimiz g'alaba qozonmadikmi? To'g'ri, men. Voy, qornim og'riyapti. Ya, buni tezroq to'xtatish kerak. Qo'polni. Vertigo, gaplashib olishga vaqting bormi? Hay, ortga qayting do'stlar. Birozgina o'ldirmoqchi edik xolos. Bular pardon qilib bilan. Mayli, kutamiz. Qachon chiqar ekan bular? Wow! Aylanayotgan yumaloq narsaga qara. Ha, shunga nima? Tushundim. Yaxshi o'ylabsan, Haymon. Shunaqami? Yo'q, ammo boshqa iloji yo'q. Nali? Voy. Pastga tushib ketdik. Vurdum-da, ketdik. Nima bu? Hoppa. Hadi bir gezarba. Uni ko'rdingmi? Bu kostyumni yo'q qilaman. Yaxshi. Uni yomon ko'raman. To'g'ri. Qalay, qizim o'tib ekanmi? Ha. Chiqayli ham kerakmi? Yaxshi. Mana shunaqa tarzda davom etamiz. Bu bilan yaxshisi shifokorga ko'ringaning ma'qul. Ko'rib qo'y, gravitatsiya. Давай. Kelchi, bro. Ko'rib qo'y, gravitatsiya. Foydasi. Kombo 70 olsun. Biz bizga harakat qilib turamiz. Seni so'ysam, tanangdan qon chiqmaydimi? Почти. 100. 101. Yaxshi. Ochkoni yaxshi yig'dik. Jinosan, bundan ham sekinroq qilish kerak edi. To'stadan. La. Voy. Yo'q, bitta kattarog'i yengolar ekanmi meni? Ahmoqlar. Nima bu? Jinosan, sevimli o'qim. Uni qaytarib bera olasan? Bu pistolet yo'q, o'tmadi lekin menga. Menga kattaroq batareyka kerak. Yengilishga tayyormisan? Va telefon qo'yganlar ham
Voy, voy, voy. Ayolni ko'targan. Oy, keyingi safar sekinroq qilarmiz. Zavlar nega? Balki bu tinchlar. Voy, voy. Qochamiz, qochamiz. Na. Olindi. Pasti. Fuh. Voy. Yaxshi. Ha, buni o'zgartirib bo'lmay ekan, ha? Yo'qolib qoldimi? Серьезно yo'qolib qoldimi? Vertigo hozir emas. Boshim og'rib turibdi o'zi. Voy, maskadan Tan chiqib olaman ketdi. seni qobiliyating eng rasvosi. Sen ayni kerakli joyda turibsan. Voy. Ashti yaqin keluvdi. Voy. Oh, güzel gitti. Ko'nglimni battaraydi. Ha. Bu nimasi? Ha, Sinister. Hamma uskunalarim joyida. Efirga hamma narsa tayyor. Juda soz. Endi menga keraging yo'q, jirkanch inson. Lekin haligi Jenirsam pulimizni ola olmaymiz-a. Shoshma. Ssenariyda nima bor edi? Sinister bilan gaplashish kerak. Salom, kapitan Maras. O'ljamni mendan oldin o'ldirganing menga umuman yoqmadi. Endi bu uchun mendan uzr so'rashing kerak. Bunga qoyil qolishim kerakmi? Bu qanaqasi? Nimalar bo'lyapti? Voy. Katta blockbuster. Ganosha kutyapti. Saylik, domino, ruhim turib ketdi-ku. Bu yerda nima qilyapsiz, X qizaloqlar? Ssenariyni o'qiganimizda bilgan bo'lardik. Deadpool, meni yaxshilab eshit. Sinister Chance White'ni yo'ldoshini qo'lga Bu oldi. bilan uchrashganimizga ishonish qiyin. Nimaga tashlab ketganmiz? Jonon-ku. Saylikchalik jonon emas. Gapni eshitdingmi o'zi? Rosamaxa? Rob? Siz ham shu yerdamisiz? Bundan ko'ra ssenariyni o'qing. Qizlar aytganidek Sinisterni to'xtatmoqchi bo'lsak, Russow Genoshaga voqea. jo'nashimiz kerak. Shoshmang, Genosha orolligami? U yerga uchib borish kerak-ku. Qora qushni olamizmi? Qora qushni boshqarishni orzuyim edi. Hatto o'ylama. Odamlarni shunchaki o'ldira olmaysan. Офигеть. Ko'rdingizmi? Montaj doim ish beradi. Biz quladik. Genoshaga quladik.
Haftadan X lattalar parvozga dosh bera olishmadi. Ular olishdimi? Mana bu yungdorni tepib aniqlashtiramizmi? Xo'rosa. Uyg'onish vaqti bo'ldi. Uyg'on va kuylab akana. U uyg'onmaydi shekilli. Qiziq. Haftadan endi yolg'iz parvoz qilamiz. Xuddi o'yinning keyingi qismi shunday rejalashtirilgandek. Biz yolg'iz Sinestr qayerdaligini aniqlashimiz kerak, tushunarli. Bularni zo'r yotib qoldi-da, mavla qaraydi. Chiqish bor ekan. O'sha qur orqali. Rahmat. Vau, bu nima qo'rqchimi? Shunaqa ajoyib, to'g'rimi? Mutantlar bilan to'lgan butun boshli orolni yo'q qilishganiga hayron qolmayapsanmi? Sinisterni laychalari kelishdi. Menimcha qora qushni qo'nganini ko'rishgan. Ha, sezdirdik-da. Давай. Nima bo'ldi? Tabriklayman. Nihoyat turga hazır. Nima qaltirab turibdi? Nima? Yaqinlashib kelyapti. Nima? Shunga nima yaqinlashyapti? Opa. Uncha katta emas, to'g'rimi? Taslim bo'l. Ko'rib qo'yishim aytadi. Bu bilan yaxshisi shifokorga ko'ringaning ma'qul. Bo'la qolsak. Bu safar emas. Ay, o'xshamadi. Jin ursin. Yaqinlashtirchi buni. Kamerani boshqa yiqitma, gamer. Qimmat narsa-ku. Endi tur. Bo'ldi, yiqitmaymiz kamerani. Kattagina ekan. Og'aydi, nima balo? Sen suvga qorin tashlab katta bo'lganmisan? Bunchalik foydasi tegmayapti. Ko'kragingga tekkan bo'lsa uzr. Xumingni ko'zlagandim. Bu baqaloqni bir tonda noxushliklar kutyapti. Oy gamer, qattiqroq zarba beradigan nimadir sotib oldingmi o'zi? Yo'q lekin. Shahdan. Ajoyib. O'qlar. La. O'chamiz. Boshingdagi o'qlar nechta bo'ldi o'zi? Voy. Ajoyib va foydali teleport orqali zarbalardan qochishing kerak. Voy, benim teleport tugab qoldi. Boshqa bunday qilma. Xo'p. Jin ursin. Yaqinlashtirchi buni. Kamerani boshqa yiqitma, gamer. Qimmat narsa-ku. Endi tur. Va Voy. Og'aydi, nima balo? Sen suvga qorin tashlab katta bo'lganmisan? Unchalik foydasi tegmayapti. Bu baqaloqni bir tonda noxushliklar kutyapti. Oy gamer, qattiqroq zarba beradigan nimadir sotib oldingmi o'zi? Yo'q lekin. Seni so'ysam, tanangdan qon chiqmaydimi? Ko'rib qo'y, gravitatsiya.
Olindi. Davom etamiz. Endi qochamiz. Endi patronlar yo'qotish kerak. Voy. Top. Na. Silah qo'yasiz bu. Nifiga qo'yrasan. Просто chakkan qoldi. Menga kattaroq ajoyib va foydali teleport orqali zarbalardan qochishing kerak. Ehtiyot bo'ling. Voy. Achchiqqa ham kerakmi? Na. Qochamiz. Bu bizga kerak bo'ladi. Vau, bu nima qo'rqinchmi? Shunaqa ajoyib, to'g'rimi? Mutantlar bilan to'lgan butun boshli orolni yo'q qilishganiga hayron qolmayapsanmi? Suyakni ovozimi? Ko'rib qo'y, gravitatsiya. Jahlni jilovladim. Qarshi chiqishni vaqti emas, quvnoq voy. Na. Bo'lishga tayyormisan? Серьезно. Jahannamga xush kelding. 999 ga 2 six qo'shib beramiz. Na. Foydasiz. Qilichlardan qochib keta olmayapman. Bo'ldi, ana endi ketsak bo'ladi. Mayli, shu qismni shu joygacha o'tdim. Shu joyda to'xtataman. Keyingi qismda sizlarni kutib qolaman. Kanalga podpisatsiya qilish, like bos, kommentariya qo'yish esdan chiqmasin. Shu bilan keyingi qismda ko'rishguncha xayr. Salomat bo'linglar. Kanalga podpisatsiya qilish esdan chiqarmanglar. Mayli.